Arkadaşlar hammaga xayrli kun. Sport bilan 100 kun challenge'imizning 16-kuni. Motivatsiya sport bilan shug'ullanish uchun kerak emas. Motivatsiya yo'q paytida sport bilan shug'ullanish kerak. Shunda sizda sabr degan narsa shakllanadi. Sog' bo'ling, sport bilan shug'ullaning. Assalomu alaykum arkadaşlar, hammaga xayrli kun. Biz sportda jonivor ko'rsatyapti-da. Mana bu bor ekan. Salomat bo'linglar. Nima deyman? Sport yana sport.